Do'stlar, sizlar bilan men Master Club. Bugun sizlar bilan Dream League Soccer 2026 o'yini qayta kelgandim. Xo'p, Dream League Soccer 2026 o'yinida ikkinchi qismni olamiz. Ikkinchi qism ikkinchi qism Virgil van Dijk yoki William Saliba olishlardan biror birtasini olamiz. Xullas, keyin mana buni ham olib qo'yaveraylikmi deb o'ylayapman men. Videoni 14 minutdan cho'zmaslik kerak. Videoga qarab 20 videoga qarab o'ynash kerak. Yo'qsa YouTube'ga joylab bo'lmayapti. Iltimos sizlardan bor-ku. Vash iltimos kanalga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar bo'ldi. Albatta likesiz qayoqqa ham ketardik. Yuhu. Qanday gol? Obuna, like, comment. Shu videoga endi bomba prasмотр. Chegimasa men ularga o'zi kirib ketar ekan. Shuncha Ronaldo. Chunki Ronaldo xatosini to'g'riladim. Careless pass there. Finds his teammate. Ularga nima ko'p ekan? He got that all wrong. Asabimga kerak. Mayli. Intercepted. Hop. Короче, Telegram kanaliga obuna men reklama qilmayman. He loves to run with the ball. Qilaman, faqat o'yinga holatim qilaman. Bitta balovatlar. O'zimga shaktar balo xillas. Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Hop, ссылка описаниеda. Kelganda agar video tugmacha bosishni yoqtirmaydiganlar uchun QR kod ham bor hattoki. Просто bomba. Telegram kanalimizda esa har doim, har hafta bittadan tekin sezon pas o'tkazamiz. Ikkitadan reklama emas. Ikkitadan har hafta ikkitadan tekin sezon pas bu dalasi Iminovga obuna bo'lasiz. Xo'p, Telegram kanaliga ham qo'shilib obuna bo'lib qo'yasiz. Obuna bo'lishni ko'pchilik tushunmaydi. Obuna bo'lish deganda qo'shilishni bosish degan. Tushundingizmi? Tamam. Qo'shilish degan tugmachani bosasiz. Ular meni Telegram kanaliga o'tasiz, qo'shilishni bosib, obuna, qo'ng'iroqchalarni bosib, YouTube'ga o'tib o'zi aytadi. Telegram ikkitadan sezon pas nimadirlar deb YouTube'ga aytadi. Keyin YouTube olishingiz mumkin. Birinchi odamga, ikkinchi odamga ham bitta, birinchi o'ringa bitta, ikkinchi o'ringa bitta aniqroq. Menda faqat birinchi o'ringa bitta. Shunday gaplar. Garchi obuna bo'lib qo'yish istan. Chiqmasin. Agar Virgil van Dijk keladigan bo'lsa yoki William Saliba keladigan bo'lsa, pulim yetmasa olmayman. Bolla ko'rdinglarmi? Ataylab vapsh qilganim yo'q. Ani hozir 13 minutda nechta o'ynar ekan? Men hozir bila olaman. AD1dan boshladim. AD1 2dan boshladim. AD1 mana ko'ryapsizlar, mana AD1 15. Game 1 15. Bu degani 30 martalab o'ynasangiz chempion kubok ko'tarasiz degan. Confident pass. Birinchi emas o'yin. Robert Pires. The shot's on. Qarachim. Nima desam bo'lardi-da? Nima desam? Yet another
goal from this Beradi sizlarga tushuntirib. Xo'p, deylik, Dalasini yangi Tottenham deylar-yu. O'ynaysizlar. 30 marta o'ynadinglar Dalasini. Chempion bo'lmoqchisizlarmi? O'sha chempion 100 martalab birinchi o'rinni olgan bo'lsanglar ham, olmaz beradi har chempionlarida. O'sha 100 martalab birinchi o'rinni olgan bo'lsanglar ham, yozmay Dalasini bir oy, 2 o'ynagan bo'lsanglar ham, 100 martalab, 2 martalab birinchi o'rin olgan bo'lsanglar ham, har birinchi o'rin uchun 8 ta olmaz beradi birinchisiga. Ikkinchisiga 25 ta, uchinchisiga 9 ta, beshinchisiga 5 ta. Shuni iltimos videoni mendagi mana bunday holatda yo'qib, saqlab oling. Esingizdan chiqmaydi. Nechta berardi deb yana menga o'xshaylarni xohlaysiz. Hop, quality defending there. 6-0. Come on. Wins the ball. Hop, Dalaslar menga baribir o'zi bo'lmaydi-yu. He's darting forward using the width of Ba'zilar the bor, pitch. jamon lichkalarimga yozadi, telefon raqamim, Instagram kanalim bor deyman. Is this the moment? O'sha Instagram kanallarimga yozadi, well out by the ular defense. asab tegadi. Iltimos, Can he put it away? iltimos. Away from goal. Lichkaga vizif deb yozmanglar. Men baribir qabul qilmayman. Keyin yegan deb e'lon mulola qilib negativlar bor. Вообще. Instagramim nomini oxiri videoni. Ha, men yangi YouTuberchaman. YouTuber anaqa. Nima desam bo'ladi sizlarga? Maqsad YouTube kanal, knopka. Qanday knopka? 10 million maqsad. 10 million. Farqi yo'q. U yil olaman, 100 yil olaman, 1000 yil olaman, 10 million. Kumush knopkaga ham roziman. Juda ana kichkina haqiqiy oltindan bo'lmasa ham 1 million bo'lsa. Kumushiga ham roziman. Temos bo'ldi. Bomba fantastik. Просто obuna. Просто shu bitta tugumacha meni 14 minut vaqtimni oladi. Shu video 14 minut vaqtimni oladi-yu. Sizlarning vaqtinglarni hech olmaydi. Reklama tugasi yo'qolsa video cho'zilib ketib qoladi. Hop, mana nimaga men hozir sizlarga hozir men aytyapmanki, nima desam bo'ladi? O'z nima demoqchi edim? Ha, video cho'zilib ketyapti. O'ta cho'zilib ketyaptiki, YouTube ga video qo'yib bo'lmayapti-da, shu cho'zilib ketgani sababim. Shuning uchun iltimos sizlardan. Bomba chiski iltimos. Iltimosam bir yorgan iltimos-da. Çoda kishi ikkita o'ynayman, videoni o'chiraman. Videoni YouTube ga qo'yib bo'lmayapti. Obuna. Chuval deylar-ku. Haligina tepolmaganim jazzasi. Negativchilar o'zinglar. Haligina mamday bo'lib bilinglar, strelka. Mana bunday muloq strelka turibdi. Mana bunday bo'lib. Mana. Rating view. Voy jallod. Uzr. O'zi har 5 minutda tugarkan. Video 15 minut emasdi. O'zi YouTube ga yo'qmaydi. Stop. Mana o'zi YouTube da 3 ta obunachim bor. 5 ta bo'lsam ham, hozir videodan tashqari holat. Jo'mash 3 ta. Shu 3 ta mana 5 ta bo'lsa bir olsam. Mana shu 2 ta 10 ta bo'lsa ham 10 farqi yo'q qarchi. Mana 13 minut sizlarga mana bunday qilib ko'rsatish kerak. Mana strelkalar 13 minut 57 soniya.
14 minut. YouTube'ga video voобще qo'yib bo'lmayapti. And it's a fantastic finish off the woodwork there. 14 minutlik video bilan. Tamam. A poor ball there. Endi eng yaxshi o'yinchi kim bo'lishidan qat'iy nazar 75% ishlatilgan faqat gol. Donat var bu Liverpool match. Bilasizlar, kommentga yozinglar birovni. Garochi, men bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Negativlar suringlar, mashkalar ham, obunani qaytaringlar, mashkalar. Biz qiz bolalar video ishlatmaymiz. Hop. Garochi. No. Men 75% ishlatdim deganman-ku. Bir marta ashuna rostlik ko'p ishlatganman. Bitta o'yinda. Mana shunday holatda 53 lar o'lman. Holatda mana shu holatda. Qancha tamam deymi? Yo'q. 3ta 75%lik. Ramazonda qo'ydi al demayman. 3ta 75%lik, 2ta 150%lik. 50% voобще ishlatmaganman. Yetmagan. Qo'rqib qaranglar, sizlar fitness yoki texnikaga bironta futbolchiga kuchaytirdinglar. 45 ta olmaz yana bitta kuchaytiring deb chiqishi mumkin. Bosib qo'ymanglar mongoshqa. Men bir marta qiziqishga shunaqa bosgandim, uxlatib ketdi olmasam. 75% nima ekan deb oldilar bosardim. O'zi endi biladigan bo'lib qoldi. 75%. But I'm sure he'll set himself much higher. 75%lik bu anavi narsa sizlarga coin deb beradi-ku. O'sha DP'larni 75 deganmasa 70, 70, 80, 90, 100 birdan 140, 145 o 150% o'sirib berar ekan. O'zi menga 150%da 150 bersam 200 DP'da o'shar ekan. Har 150% ishlatsam uchun yetar ekan. Ha. Olmos ketsin, shans tugilmasin dedik. Bizning akkauntimizga 3 tacha futbolchi kam. Yo'q, ikkita. Yo'q, bittasi Virgil van Dijk yoki William Saliba. Bittasi birinchi bor menga eng kerakli bo'lyapti o'zi Erling Haaland. Haaland juda ham kerakli futbolchi bo'lyapti. Qarasam, hamma bot 01 akkauntlarda ham Haaland turibdi-yu, menda yo'q-da. Vashi. Ikkida yo'q, Saliba yoki Van Dijk. Hozir prime zashitnilarda eng zo'ri tinig'ini aytaman, Ashraf Hakimi mana. Dream League Livi full akkauntlar bilan o'ynasanglar ham, bu full emas bo'lsa ham necha olib chiqib ketyapti hujumga zashitni. Ki podkast bermasanglar ham o'zidan o'zi borib to'pni podkast tashib bo'lsa ham olib qo'yapti, DLC bo'lsa ham. Podkast tashimaysanglar ham tashib olyapti. Bomba garoch, prosta. Men bitta narsa hayron qolaman. Ba'zilar 100 ta, 7 ta 100, 6 ta 100 holatdan chiqaramiz, sotib yuboradi. Biling deyman. O'zini qiynab deyman, nima qiladi deyman. Yo'q. Toba. Ramazonda ko'rdingizmi, so'kinishki. Men o'zim hayron qolaman-da, nima qiladi o'zini qiynab sotib. Вообще. Bomba xato qiladi dashlar. 14 minut. Garochi do'stlar, hammaga xayr, zar bilan Master Klub bolalar ko'rishguncha deb